عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. رواه أبو داود والترمذي. Anas ibn Malik raziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Bir qariya Nabiy sallallohu alayhi va sallam bilan ko'rishmoqchi bo'lib keldi. Odamlar unga tezda yo'l berishmadi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi va sallam: kichigimizga rahm qilmagan, kattamizni hurmat-ehtirom ko'rsatmagan bizdan emas, dedilar. Abu Dovud va Termiziy rivoyat qilganlar.